Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bizani kuzatib borayotgan bizani eng yaqin obunachilarimiz Srochniga xonadonimiz chiqib qoldi. Toshkent shahar Sergeli tumani quruvchilar mavzesidan. Quruvchilar metrosidan 500 metr masofada joylashgan maktab, bog'cha umuman muammosi yo'q joylar. Xo'p. Xonadonimizning umumiy kvadraturasi 42 kvadrat tashkil qilyapti. Ikkita xonasi bor, faqat gazi yo'q bu joyimizda. Yangi holatda remontlari yaxshi holatda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsa 38.900 dollar. Srochni ulgurib qoladigan joy. Ipoteka orqali ham bu xonadonimizni xarid qilsanglar bo'ladi. Faqat pul garedlik uchun qo'yamiz. Kirish eshigimiz kirishimiz bilan bemalol mana shu joyimizni, burchagimizni oshxona qilib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Tualet tomonimiz alohida razdenli qilingan. Qaranglar. Bunaqasini aniq qidirib topa olmaysizlar. Yaxshi holatda bo'lib turibdi. Mana bu birinchi xonamiz bordi. Xonadonimiz ancha katta, где-то 6 metr tashkil qilyapti, qaranglar. Ikkalasi ham tashqari qaragan oynasi bor. Xonadon umumiy o'sha sentralniy issiqlik bo'yicha isitilarkan. Bu keyingi xonamiz bor. Qaranglar, akkuratni yaxshi holatda bo'lib turibdi. Srochni pastki nomerlarga telefon qilasizlar. Aloqaga chiqib biz bilan chiroyli baraka qilsanglar bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanalimizda bor. O'zingizlar ehtiyot qiling.